Yaponlarda bir ajoyib maqol bor. Biz avval miyani to'ydiraylik, keyin u qonimizni to'ydiraylik deydi. Ilm kitoblardan, bilim ustozlardan olmaydi. Mayli, ular o'qib olim bo'lsin, siz xizmat qilib odam bo'ling. Odam bo'lish qiyin ekan. Bu madadkor, mardikor bozoriga borsam, assalomu alaykum ustoz deb kelmaylar oldimga salapdan ko'tarib. Xalqim deganlarni ham, xalqum deganlarni ham ko'rdinglar. Biling, siz farzandingizni bugun eshitmadingizmi? Fikrlarini, sizga bildirayotgan o'zini gaplarini, dardlarini, tashvishlarini bugun farzandingiz eshitmayapsizmi? Biling, eshitadigan odam topilyapti. Ertaga ota-onangiz o'tgandan keyin bitta ish qilsangiz sizga armon bo'lib qolmasin. Misol uchun ayolingizga bitta ziraymi, tillo sepochkami olib berdingiz. Afsuslanmang. Onam olib bermagan ekanman demang. Farzandlaringiz uchun bir chiroyli xona tayyorladingiz. Hammomlarigacha bor. Juda zo'r sharoit. Yig'lamang, bir paytlar otamni ham shunaqa qilib bermagan ekan. O'zimiz bilmagan holatda ota-onani o'ldirib qo'yamiz-da. Bir joyga taklif qilishdi. Velosipedda bordim. Keling degani hijolat o'lyapti ayrim odam.